Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda Kenguru trammovka apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, Kenguru trammovka apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Ana bo'lmasa boshladik. Do'konimizga tokli hamda benzinli variantdagi Kenguru trammovka apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Asl variantidan original trammovka apparatlarimiz 1 yildan kafolatlari mavjud bo'ladi. Benzinli varianti tog'larning razmeri 50 ga 70 qilib ishlab chiqarilgan 1 tonna trammovka kuchi mavjud bo'ladi. Motorlari original Honda motorlar bilan jihozlashtirilgan 150 kg vesga ega bo'ladi. Bu apparatimizning narxi $400 dan boshlanadi, $500 bemalol do'konimizdan kelib xarid qilib olib ketishlari mumkin. Motorlari oddiy motorlardan qo'yib ishlab chiqarilgan variantlardan ham mavjud. Ularning narx-navolari ancha arzon bo'ladi. Bu tarafda o'zini gazlarini legrovka qiladigan variantlari, gazlarini yarimga qo'yib beradigan bo'lsalaring 700 kg, boriga qo'yib ishlatadigan bo'lsalaring 1 tonna trammovka qilishga mo'ljallangan bo'ladi. Benzin boklari ham juda ham ixcham qilib ishlab chiqarilgan. Benzin rasxodlari soatiga 8 grammdan 1 litrgacha ichadi. Kafolatlari bilan, dastavkalari bilan 12 ta bo'ylab qilib beraveramiz. Xo'p, tokli variantini ko'rsatadigan bo'lsak, tokli varianti vesi 100 kg bo'ladi. Bu ham bitta sakraganda 1 tonna trammovka qilishga mo'ljallangan 3 kW motorlar bilan jihozlashtirilgan 50-70 qilib buni ham tog'lari jihozlashtirilgan bo'ladi. Motorlari 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan. Xo'p, 170 volt tokkacha bemalol ishlab beraveradi. Kafolatlari buni ham 1 yilgacha beriladi. Video ostida nomerlarimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib zakaz beradigan bo'lsalaring, dastavkalarini 12 ta viloyat bo'ylab qilib beraveramiz. Bu trammovka apparatlarimizda asosan arendachi klientlarimiz, xo'p, podushkalarni tagiga ishlatadigan akalarimizga chiqarib berishadi. Undan tashqari, mana bu tagidagi tog'larni olib tashlaydigan bo'lsalaring, 76 lik, 100 lik hamda 50 lik turbalarimizni qoqib foydalansalaring ham bo'laveradi. Turbalarni ham qoqishga garantiyalari bilan beramiz. Undan tashqari vibraplanshatkali variantidan ham yetib kelgan C90 hamda C120 modeliga tegishli bo'ladi. Kimga qanaqa variantdagi trammovka apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarini 12 ta viloyat bo'ylab qilib beramiz.